men tushunmadim, nimaga meni hali mashinam yuvilmagan? Menga qaror, sen ham shu yerda ishlaysanmi? Ha, shu yerda ishlayman. O'zingiz bosib oling. Bizani blatnoy mo'kada o'chirt bilan vaqti bemalol odamlar tashlab ketishadi. Ogohlantirishmaganmidi? Korotchi bey boshlig'i meni yigitim bo'ladi. Meni mashinam bez o'chirib tuyuladi. Qanday tushunding? Keramika polirovkasi bo'lgan bo'lsa, birovni plyonkani urib oladi. Tushunmadim, bu buyda Uzr, singlim, bizda qonun qoida shunaqa. Men tushunmadim. Meni mashinamni hozir berasanlar. O'zi yigitingiz zoti nima? Boshlig'ingni tanimaysanmi, Farruh akamlar-yu? Best aka, nima qilyapsiz? Bering aka. Voy, Farruh aka, shu yerdamidingiz? Mana ishchingizni qarang. Uch ovozingiz boshlig'imiz Best aka bo'ladi. Mayli. Ayol kishi ekan, mashinasini tez-tez yuvib berlaring. Keyin singlim odamning ko'rinishiga qarab baho bermang.